Jannatga kirish uchun hojda bo'lish shart emas. Jannatga kirish uchun masjidning imomi yo muazzini bo'lish shart emas. Yo jannatga kirish uchun qoraka bo'lish shart emas. Svarshig ham, qassob ham, taksist ham, dehqon ham, doktor ham, melisa ham, kim bo'lishdan o'qituvchi ham farqi yo'q. Zavodda ishlagan, nima bo'lgan, kim bo'lgan, qizig'i yo'q uni qiyomat kuni. Xudo Qur'onda aytadi: "Yawma la yanfa'u malun va la banun." Bu kun qiyomat kuni deydi, na puling, na boling asqatmaydi deydi. Buning davom etadigan bo'lsa, mansabimiz, kuchimiz, qodi-qomatimiz, chiroyimiz, kim biz, nimamiz, pulimiz, abarotimiz, necha gektar bog'imiz bor, nechta furamiz bor, qiyomat kunida Xudo shuni aytadi. La yanfa'u deydi. Bir tillik foydasi yo'q deydi. Biz o'zbek tiliga olganda bir tillik foydasi yo'q degan. Illa man atalloha biqalbin salim deydi. Magar Allohning oldiga salomat qalb bilan borganlar shunda foyda topadi deydi. O'sha foyda beradi deydi. Nima degani? Salomat qalb degani desa, qalbi shirkdan, ya'ni Xudodan boshqasini Xudo deyishdan toza bo'lsa qalbi, kibrdan, birovlarga g'illa, g'ash, nafrat, hasad, kibr dan qalbi toza bo'lsa va amali shunga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, qiyomatda shu foyda beradi. Bu nima degani? Hozirgi jumada o'tirganimiz foyda beradi. Bepul vaholanki. Bomdod o'qidik, bepul shu foyda beradi. Subhanalloh bepul, alhamdulillah bepul, Qur'on eshitish bepul, Qur'on o'qish bepul. Assalomu alaykum bepul. Mana men sizlarga salom berdim. Sizlar alik oldilar. Birov pul so'radimi? Bepul. Lekin jannat shular. Shular foyda beradi qiyomat kuni. Mana Oshetdan chiqib uygacha ikkita odam laqillab ketadi. Kimdir o'ziyakka zikr qilib ketadi. Laqillaganlar foydadan qoladi. Laqillamay uyga ketyapti, yerga qarab, qo'lini orqasiga qo'yib olib, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, la ilaha illalloh deb ketsa, uygacha 300 ta 400 ta aytib qo'yishi mumkin. Mumkinmi? Albatta mumkin. Laqillab ketsa, g'iybat qiladi yo kimdir gapirib qo'yadi, yo o'g'on gapirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ulug'lar aytganlarki, tildan ko'ra dushmanimni ko'rmadimmi? Har ne balo kelsa, birovdan emas, tilingdan ko'r deydi.